Instagramda mashhur bo'lgan somsachi xonimni oldilariga ketyapmiz. Namangandan Farg'onaga yo'lga tushamiz. Ushbu pechkamizni sovg'a qilish maqsadida. Maqsadimiz ushbu xola Instagramda tezroq kontent qilib, tezroq uyli bo'lishlarini xohlaymiz. Men profillarga kirib ko'rdim. Allohning inoyati bilan uysiz qoldim deb yozgan ekanlar. Biza shu tezroq uyli bo'lishlari uchun qanaqadir yordam sifatida mana shu pechkani berib yuboryapmiz. O'rtoqlar, mana somsachi xonimni do'konlariga yetib keldik. Hozir mana bir etaj 3 ta listli linja pechka sinimizga ham berib qo'yasiz. Bitta sizga, bitta sizlarga. Xo'p, rahmat, sog' bo'linglar. Ilohim ishlaringga, kasb-korlaringga Alloh baraka bersin. Ko'p yillik orzuyimni bugun amalga oshirdilaring. Alloh qo'llasin. Amin. Shu sodalaring ham ilohim baroridan kelsin. Sizlarga o'xshagan yaxshi odamlar ko'paysin. Ilohim biz ham ashula ishimiz yurib ketib, sizlar qatorlaringga qo'shilaylik. Ilohim sog' bo'linglar, omadlaringni bersin. Rahmat, maqsadingizga yeting. Savdolaringiz barakasini bersin, xola. Allohga shukr. Ilohim rozi bo'linglar. Xo'p.